Tak, barchaga Take Profit do'stlar, yaxshimisizlar? Bugun tillada nima qilishimiz mumkin? Tak, 18-mart hozir 22:35. Bu yerda 2 kunlik prognozini ham tayyor qilgan edik. Lekin buni Telegram kanalda berdik. Bugungi kun uchun 18-martda bagi kichik tasdiq 3007, 17, 27 lik zonalarga chiqish haqida xabarni berdik. Tak, katta kanalga keladigan bo'lsak, mana shu zonadan selga biza qiziqish bildirgan edik. Bizada ko'rib turganimizdek, bu zonadan 24 gacha, ya'ni 120 pips take profit bor degani. Tak, umumiy holatda tillada qanaqa vaziyat bo'lishi mumkin? Bizada hozirgi 3 ta full zona bor. Скорее всего, men sizlarga aytganman, tillani narxi o'zi ketishini, faqatgina men kutgan zona 2900 mana shu zonadan qaytish kerak edi. Qaytish emas, ya'ni o'sha zonagacha chiqish kerak edi. Tak, birinchi zona bizada 3040 bo'ladi. 3040 va 3040 lik zonaga narx tepaga chiqib, ushbu zonadan reaksiya olish kerak. Force major holat bo'lib, mana shu maksimum 38 ga chiqqan joyidan narx harakati yiqilishi mumkin. Yiqilishga keladigan bo'lsak, hozir yiqilish haqida gaplashamiz. Yiqilish ham juda ham ajoyib bo'ladi va juda ham qattiq yiqilish bo'lishini kutyapman. Qattiq deganda 1000-2000 pips bo'ladi. Tak, ikkinchi full zonaga keladigan bo'lsak, ikkinchi full zona bizada mana shuni tashkil etadi. Katta ehtimol bilan, lekin mana shu full zonaga, bu zonaga chiqmaydi. Lekin bu bizani strahofkamiz bo'ladi. Strahofkamiz bo'ladi bizada. O'shanda biza yaxshiroq сделка ochsak bo'ladi, strahofka bo'ladi. Ya'ni tupa bo'lib ochsanglar bo'ladi. Ya'ni eng kamida 7 ta pozitsiya bo'ladigan bo'lsa, hisobinglar yaxshigina pullarga chiqdi. Mana shu zonalarni entry zona qilib olsanglar, скорее всего 40 dan o'tib ketmaydi deb o'ylayman. Analizim shuni beryapti. Lekin degan joyi bor, lekin degan joyida mana shu 3063 ga chiqib full sell bo'lishi kerak. Full sell deganda qanaqa? Tak, 300 pips take pro, 300 pips stop loss. Yo, vashi. Aytkim kelmayapti-yu, tak. Aniq sanasiga keladigan bo'lsak, bizada payshanba kuni tak 4 ta bo'ladigan bo'lsa, bizada hisoblaymiz. 20 soat, bir kuni 4 soatdan keyin bizada narx ushbu zonagacha ketishi mumkin. Tapa. Ajoyib tarzda. Ana shu joygacha tushishi mumkin. Mana shu joydan entry qilib, strahofkasini albatta olishinglar kerak bo'ladi. Har doim aytaman. Sizlar bu sohada 100% lik narsani o'zi yo'q. O'shaning uchun bu sohada hamma bilganidek 100% lik narsani o'zi yo'q. Video ham olinmayapti. Tokka o'xshab. Mayli, kerak emas video. Yo'qotdi ekan. Tak, sohada 100% lik narsani o'zi yo'q, lekin mana shu analiz bilan sizlar yaxshi natijaga chiqsanglar bo'ladi. Bitta pozitsiya qolsalarmi, har doim YouTube prognoz bo'yicha сделкаlarni amalga oshirish kerak bo'ladi. Tak. Bo'lmasa mana shu ideya bizada yana maxsus kanalimizda ideya bo'ladi. Bu yoqda men sizlarga shunchaki aytgan bo'lsam, bu yoqda sell zonani men sizlarga aytdim. Bu yoqqa tepaga chiqishini baribir aytgan ekanman. Bu VIP maxsus kanalimizda esa kichik tasdiq bo'ldi va kommentariyada kichkina xabarlar bilan ularga to'laqonli holatda aytib berdim. Bo'lmasa bu ertangi kunda yana bitta prognoz olamiz. Bu 2 kunlik natijalarni ko'rsanglar bo'ladi. Bayga efirda ishlaganlarimiz ham kechqurun efir bo'lyapti. Vaqtinglar bo'lsa, agar yulduzga to'g'ri kelsa, kirsanglar bo'ladi, hurmatli do'stlar. Bo'lmasam kuzatamiz.